hozir aytaman o'zimni dardimni. Bugun уже bir oy bo'lib qolyapti. Namanganlik shogirdim kurslarni уже tugatadilar. Qo'ldan kelgancha bir oy davomida o'zimda bor bilimlarni berishga harakat qildim. Dil, o'zi nima uchun aynan meni tanladingiz? Hammaga yozib ko'rgansiz, bilaman. Avvalo taqdir, nasib. Birinchi o'rinda hamma joyga qidirib e'lon qilib, hamma joy Toshkentdagi ham yozdim. Qaradim, kuzatdim ishini, o'zini kuzatdim. Siz o'ta yoqqaningiz uchun, ishingizni umuman hech qayerda ko'rmaganim uchun bunaqa full face botox texnikasini o'shaning uchun sizga tanlashib kelishga qaror qildim. Endi shu oy mobaynida olgan bilimlaringizdan qanchalik ko'nglingiz to'ldi? Bu oy mobaynida mazza qilib siz bilan ishladim, xudoga shukur. O'zimga bog'liqligini bildim, lekin siz o'ta mukammal, xudoga shukur. Rahmat. Mukammal dars berdingiz, mukammal hamma narsani joyida o'rgatdingiz. Xudoga shukur. Endi bundan buyog'iga endi Shogirdim dangasa. O'zimga bog'liqligini ham bilaman. Sferada o'zi medik, stomatolog, lekin bu sferada eng asosiy omillardan biri bu gрамотность, teoriyani zo'r yodlagan odam. Xudo xolasa praktikada ham zo'r bo'ladi, bexato ishlaydi. Chunki bu boshqa masalan stilistlik, leshmeykerlik yo boshqa kasbga o'xshamagan. Nima demoqchimanki, uni to'g'rilasa bo'ladi. Leshmeykerlar masalan remover yordamida chiqarib yuborishi mumkin kiprikni, makiyajingizni o'chirib yuborishingiz mumkin, sochingizni yuvib sразу joyida hal qilish mumkin, lekin kosmetologiya iloji boricha bexato ishlash